Assalomu alaykum. Jigarlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun o'zimiz ham Chingizxon haqida bo'ladi, savollar bo'ladi. Chingizxon turk bo'lganmi yoki mo'g'ul bo'lganmi degan juda ko'p bahsli jarayonlar juda ko'p bo'ladi. Chingizxonning turkiy qabiladanligini 3 ta fakt bilan isbotlab beraman. Turk bo'lganligini 3 ta fakt bilan isbotlab beraman. Ya'ni Chingizxon turkiy Qiyot qabilasiga mansub bo'lgan. Qiyot qabilasi bilamiz, Xorazmda Qiyot shahri bor. Qiyot urug'lari bor O'zbekistonda ham. O'sha turkiy Qiyot urug'iga mansub bo'lgan hamda Qo'ng'irot urug'ining vakilasi Bo'rtaga uylangan. Ikkinchi fakt. Chingizxon turklar sig'inadigan ko'p tangri diniga sig'ingan. Ya'ni shamanizm diniga, ko'p tangriga sig'ingan. Bu qadimda turklar ko'p tangriga sig'ingan. Keyingi faktni aytib o'taman. Uchinchi fakt. Mo'g'ullarda qabila boshlig'i, qabila urug' boshlig'i Xuntaychi deb atalgan. Xuntaychi deb. Turklarda xon deb atalgan. Chingizxon ham o'zini xon deb e'lon qilgan, ya'ni oq kigizga o'tirib, ko'tarilib, ko'tarishib xon taxtiga o'tirishgan. O'sha 3 ta fakt bilan men Chingizxonning turk millatiga mansubligini isbotlab beraman. Shuning uchun muzokaralarda Chingizxon mo'g'ul bo'lganmi, Chingizxon turk bo'lganmi degan savolda 100% javob bilan aytish mumkin. Chingizxon turkiy qabilaga mansub xon bo'lgan. Rahmat e'tiborlar uchun.